Biz qurilishda ishlatiladigan lesalarni ijaraga beramiz. Agar biz ijaraga bergan narsamizni ular beparvolik qilib o'g'irlatib qo'yishsa-yu, tan narxini to'lamaymiz, o'zini topib beramiz deyishsa, bir oy o'tib topilsa, shu bir oy uchun ham ijaraga haqqini olishimiz mumkinmi? Biz ular sabab kun yo'qotamiz, vaqt yo'qotamiz-ku debdilar. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu holatda ya'ni bir narsani ijaraga olingan paytda maqsad o'sha narsadan foydalanish bo'ladi. Xo'p, endi ijaraga olgan taraf ana shu narsani beparvolik qilib, loqaydlik qilib yo'qotib qo'ysa, uni narsani egasiga to'lab berishligi kerak bo'ladi. Nimagaki bu odamni qo'lida u omonat turibdi. Omonat turgandan keyin omonatga ta'ddi qilishlik bilan to'lab beradi deyiladi. Beparvolik qildi, loqaydlik qildi, natijada o'g'irlab ketib qolsa, uni egasiga to'lab berishligi kerak bo'ladi. Endi mana shu hozirgi savolda aytilgandek yo'qolib qoldi va oradan bir oy o'tib keyin topilyapti va narsani o'z egasiga qaytarilyapti. O'sha narsani ijaraga bergan taraf boyagi yo'qolgan bir oy uchun haq olmaydi. Nimaga? Chunki bular shu narsani nima uchun oluvdi? Undan foydalanish uchun oluvdi. Mana bu bir oy muddatda shu foydalanish yo'qolib qoldi. Shuning uchun bular u bir oyga haq ololmaydi. Endi mabodo bu ijaraga bergan taraf ijaraga olgan tomonni masalan shu bir oy yo'qolib qolganligidan gumon qiladigan bo'lsa, yo'q bular qasddan shunday qildi, ataylab shunday qildi deydigan bo'lsa, bunda u o'sha holatni, ya'ni ular qasddan qilganligini isbotlab berish kerak bo'ladi. Agar isbotlab bera oladigan bo'lsa, ya'ni mana bu tomon qasddan shu narsani qilganligi isbotlansa, unda boyagi bir oyga ham haq olishligi mumkin bo'ladi. Vallohu a'lam.